Bugungi kunda ijtimoiy himoya milliy tizimga ko'plab o'zgartirishlar kiritilyapti. Asosiy o'zgartirishlar nimadan iborat? Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasining Prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligining tasarrufidagi ayollar reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazining vakolatlari kengaytirildi. Agar men har bitta shu kirgizilgan o'zgarishlar to'g'risida to'xtalib o'tiladigan bo'lsam, birinchi navbatda 1-iyulda 2026-yilda qabul qilingan O'zbekiston qarori 1146. Ya'ni bizani aholiga tushuntirish uchun men shuni aytib o'tishim kerakki, bilasizlarmi, juda ham ko'plab qarorlar qabul qilinadi, qonunlar. Bularning afzalligi nimadan iborat? Mana shu qabul qilingan qarorning afzalligi shundaki, jabrlangan, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar va ularning voyaga yetmagan farzandlarining ham huquqiy, ham ijtimoiy manfaatlari, kafolatlari yanada ham kengaytirildi. Birinchi navbatda bu ayollarimizga mana oldindan agar markazlarning faoliyati to'g'risida to'xtalib o'tiladigan bo'lsam, aynan shu qarorga maxsus markazlar degan ibora kiritilgan. Ya'ni bu O'zbekiston Respublikasi huzuridagi, Prezident huzuridagi shu ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazida vaqtinchalik boshpanada yashaydigan va barcha turli ijtimoiy himoya, psixologik yordam oladigan ayollarimiz va ularning voyaga yetmagan farzandlariga agar sud jarayonida ularni himoya qilish bo'yicha oldin ayollar o'zi ishtirok etgan bo'lsa va yoki advokat yo'llangan bo'lsa, bugungi kunda markaz xodimlari ishonchli vakil sifatida qonunchilikda kiritildi. Ya'ni ayollarimiz o'zini manfaatini himoya qilish bo'yicha ular shu maxsus xodimlarni yordamidan foydalanishi mumkin. Bu markazlarning faoliyatida juda katta yordam desak ham bo'ladi. Yana tizimga kiritilgan bir yangilik va bu juda qulaylik, ayollarimiz sud jarayonida yoki sudga ariza taqdim etilayotgan vaqtida albatta davlat bojini to'lashlari kerak edi. Shu qarorda voyaga yetmagan farzandlarining va jabrlangan, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarimizning beradigan arizalari davlat bojidan ozod etildi. Men o'ylaymanki, bu juda yaxshi xabar, chunki sir emas. Markazlarga joylashtiriladigan ayollarimizning ko'pchiligi iqtisodiy barqarorlikka ega emas va ularga shu bojidan ozod qilishi ularni bir iqtisodiy holati og'ir tushgan holatda katta yordam. Yana bir tizimga kiritilgan yaxshi o'zgarishlar bu shu markazga joylashtirilgan ayollarimiz xabaringlar bor, 1 oydan 6 oygacha jabrlangan ayollar va ularning voyaga yetmagan farzandlari barcha turdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan muolajalarni olishadi. Va agar shu ayol ish bilan band bo'lgan bo'lsa, demak, shu ayol 1 oygacha mehnatga layoqatsiz degan hujjat bilan ishi saqlangan holda yashashi mumkin. Ya'ni shu ayollarimiz 1 oygacha ularning ish joyi saqlanib qolinadi va men o'ylaymanki, bu ham ayolga nihoyatda zarur bo'lgan bir yaxshilik. Savol bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Reabilitatsiya markazlari faoliyati bo'yicha aynan Toshkent shahri misolida raqamlar keltira olasizmi? Aytaylik, 2026-yilda dastlabki yarim yildagi yoki 2025-yilda yakuni bo'yicha qancha ayol reabilitatsiya markazlarida bo'lgan va ularning qanchasi aytaylik o'z oilasiga qaytgan yoki qizlik uyiga qaytgan yoki boshqa umumiy yakuniy yechimlar haqida gapirib bera olasizmi? Aniq raqam, savolingizni tushundim, lekin biz aniq raqamlar ayta olmaymiz, chunki har bitta markazga joylashtirilgan ayolning to'g'risida ma'lumot va bu sohaga taalluqli raqamlar konfidensial hisoblanadi, lekin men foiz sifatida aytib o'tishim mumkin. Bo'ladimi? Qancha foizlarda ayollar o'sha o'z oilasiga qaytdi, ya'ni turmush o'rtog'i va farzandlari oilasiga qaytdi, qanchasi turmush o'rtog'i bilan ajrashib o'zini qizlik uyiga qaytdi, shunaqa raqamlar bera olasizmi? Ya'ni
ayollarni raqamlar emas, man foiz sifatida aytishim mumkin yoki umuman shu ayollar olgan o'zligiga muolaja qanaqa yordam olishganligi raqamlarni hozir foiz sifatida aytib o'tsam bo'ladi. Ya'ni 2025 yakuni yoki 2026 ni yarim yilligi. Yo'q, ham 25 ham 26 ga nisbatan men o'zgartirishlar borligini aytib o'tishim mumkin. Demak, shuni ta'kidlash lozimki, biz ko'pincha bizga beriladigan ommaviy axborot vositalari tomonidan savol, qancha ayol mana u o'tgan yilga nisbatan bu yilgi ayollarning soni oshdimi? Ya'ni men tushunyapman, bu savol nimadan iborat? Bugungi kunda jabrlanish holati ko'payyaptimi, kamayyaptimi? Bu savolga men shunday qilib javob berishim mumkin. Jabrlanish holati bu aynan bir qanaqadir hodisa yoki qolaversa bir aynan muammo degandek qabul qilinishi kerak emas. Bugungi kunda har bitta oilaga aynan shu ijtimoiy xizmatlar to'g'risida matbuot orqali juda keng xabarlar tarqatilib kelinmoqda. Va albatta, agar oldin jabrlangan ayol qayerga murojaat qilishi bilmagan bo'lsa, bugungi kunda ham jabrlangan ayol, ham voyaga yetmagan farzandlarini qanday himoya qilishadi, unga qanaqa yordam ko'rsatilishi keng tarqatilyapti va bu to'g'risida ma'lumot hamma joyda ham mavjud. Endi 2026-yilga nisbatan bizda jabrlangan ayollarning soni raqami unaqa ko'p darajada oshdi deb ayta olmayman, lekin ayollarning xabardorligi oshdi. Shu bilan birga o'tgan yilga nisbatan 2025-yilga nisbatan 2026-yilda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollar va o'z ishi bilan band bo'lmagan ayollarga 100% yordam ko'rsatildi. Bu nimani ko'rsatib beryapti? Birinchi navbatda har bitta hududda, mana O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 15 ta markaz faoliyat olib borayotgan bo'lsa, 14 ta hududiy markazlar shelter sifatida faoliyat olib boradi. Va shu 14 ta hududiy markazlarda har bitta ayolga yordam ko'rsatilishi aniq rejada belgilangan. Kvotalar asosida. Qolaversa, mana Toshkent shahari o'zida biz 15 ta tashkilot bilan hamkorlik kelishuvlarini imzoladik, tadbirkorlar bilan. Va shu tadbirkorlar ayollarni ish bilan ta'minlashdi. Ularning iqtisodiy manbaini yaxshi yo'lga qo'yishdi va qolaversa o'zi moliyaga va mablag'ga ega bo'lishga yordam ko'rsatib kelyapti va agar ayol ishga layoqatli bo'lsa va uni 3 yoshgacha farzandi bo'lmasa, demak har bitta ayol biz ish bilan ta'minlab kelyapmiz. Lekin 3 yoshgacha bo'lgan bolalari ayollarga qanaqa yordam ko'rsatyapmiz? Kasanachilik, uy mehnati. Qolaversa, mana har bitta markazda bugungi kunda kasb-hunarlar ishga joriy etilgan va shu kasb-hunarlardan yaxshi bitirib sertifikatga ega bo'lgan ayollar uy sharoitida ham ish bilan ta'minlab kelishmoqda. Sizning familiyangizni aytib oling birinchi, biz ham bilamiz keyin. Toshkent shahar reabilitatsiya markazining direktori Zahidova Muhabbat Telmanovna. Rahmat. Qolgan bemalol sog'liq. To'ldirmoqchiman, savolni boshqacharoq qilib aytmoqchiman. 6 oylikdan keyingi jarayonlar, ya'ni ayollar o'zini oilasiga qaytyapti. Masalan, turmush o'rtog'idan agar zo'ravonlikka uchragan bo'lsa, u turmush o'rtog'i bilan dars yashab ketyaptimi yoki yo'qmi? Yoki otasini uyiga qaytyaptimi? Yoki boshqa qanaqadir ijaraga ketyaptimi? Shu masala haqida gapira olasizmi? Tushundim. Yaxshi savol, lekin bu shu ayollar jabrlangan ayollarni taqdiri shunaqa deb so'rayapsiz, to'g'rimi? Bir daqiqa vaqt beringlar, iltimos shu savolga. Mayli, hozir javob beraveraman. Demak, agar mana ayollarimizni 1 oydan 6 oygacha deymiz, lekin bu degani har bitta kelgan ayol 6 oygacha markazda joylashtiriladi degani emas. Har bitta ayol markazga kelib tushgandan keyin bu ayol bilan yakka tartibdagi dastur tuziladi. Shu yakka tartibdagi dastur belgilaydi qancha muddat bu ayol saqlanadi. Demak, 1 oy bo'lishi mumkin, 3 oy bo'lishi mumkin. Statistika foizcha gapiradigan bo'lsam, ayollarning 30% turmush o'rtog'i bilan yarashib ketadi. Qolgan 30% ayollar ota-onasiga yoki qarindosh urug'lariga qaytariladi. Lekin bugungi kunda ayollarimiz agar iqtisodiy sharoiti yaxshilanib,
ish bilan ta'minlangandan keyin o'zi ro'zg'or tutib o'zi alohida chiqib ketishga shunaqa agar qaror qilgan bo'lsa alohida chiqib yashashga imkoniyati bor va shu bilan foydalanish. Qolgan 40% ayollar shunaqa yo'l bu qanaqadir statistik so'rovnomami yoki taxminiy? Yo'q, men sizga taxmin etayotganim yo'q. Bizda aniq raqamlar bor. Shu aniq raqamlardan kelib chiqqan holda hozir foizini aytib o'tyapman. Juda ham oxirgi savolim, ularni turmush o'rtoqlari bilan qanaqadir ishlar amalga oshiriladi? Aytaylik, siz zo'ravonlikka uchragan ayolni olib kelyapsiz, ularga reabilitatsiya o'tkazyapsiz, qanaqadir treninglar o'tkazyapsiz, lekin ularning eri baribir o'sha zo'ravonligicha qolyapti. Bilasizmi, hozir mana hammaga javob reabilitatsiya markazlari agressor bilan ishlamaydi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining qoshidagi tashkilotlar asosan jabrlangan ayollar va ularning voyaga yetmagan farzandlarini himoya qiladi. Agressor bilan ishlash bo'yicha tuzatish dasturi belgilangan Vazirlar Mahkamasining 354-qarorida va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 175-qarorida belgilab qo'yilgan tuzatish dasturining olib borish asosiy mas'ullari bor. Bu ichki ishlar vazirligi, bu oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha va mahalladagi mas'ullar. Endi bizni yarashtirmaymiz. Lekin biz oilani buzilishiga ham qarshimiz, shuni aytib o'tish kerak. Lekin bizning asosiy ishimiz bu ayolni qaytadan o'ziga keltirish, hayotda yana ishonch hosil qilish. Qolaversa, agar yillar davomida bu jabrlangan bo'lib yashab, agressorning qo'lida yashab, umuman o'zini manfaatini, o'zini manligini unutgan ayolga yanada ham hayotga qaytarish va bu oilada katta bo'layotgan zo'ravonlikka uchrab, psixologik jihatdan juda tushkunlikka tushgan kichkina voyaga yetmagan farzandlariga ham yordam berish. Ya'ni maqsad yarashtirish emas. Shuni tushunishinglarni so'rardik. Biz faqat jabrlangan ayollar bilan ishlaymiz. Lekin markazni tark etgandan keyin biz monitoring olib boramiz. 3 oydan 6 oygacha har bitta ayol qanaqa yashayapti, qayta zo'ravonlik sodir etildimi yo'qmi? Juda yaxshi. Siz familiyangizni tanishtirib bering. Ha, kelinglar. Siz familiyangizni tanishtiring. Xo'p. Zahidova Muhabbat Tilmanovna, Toshkent shahar reabilitatsiya markazining direktori. Aman nima dedim? Qonun dedim, aman nima dedim? Yo'q, shunaqa dedimmi? Bitta shunchaki aytib bering. Siz meni sal chalg'itdingiz. Oxirgi so'zingiz bormi? Gapiring. Siz qayerdansiz? Mana. Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi bosh mutaxassisi Dilnoza Husanova Gafurovna bugungi kunda ko'plab qonunchilikka, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi, Fuqarolik protsessual kodeksi, Vasiylik va homiylik to'g'risidagi qonun, bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunga ko'plab nizoli holatlarni yechimiga yordam beruvchi eng muhim atama kirdi. Bolani eng ustun manfaatlari atamasi bugungi kunda nafaqat sud organlari, balkim vasiylik va homiylik organlari masalalarida bolani yashash joyini belgilash, bolani eng ustun manfaatidan kelib chiqib bolaga nima muhimroq, qaysi oilaviy muhit muhimroq yoki davlat tomonidan ko'rsatiladigan qaysi xizmatlar masalasida bolani u yoki bu manfaatlari yoki huquqlari inobatga olinadi kabi masalada aniqlik kiritishga yordam beradi. Bolaning eng ustun manfaatlari tushunchasi bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya bilan kirib kelmoqda va konvensiya talablariga ko'ra davlat idoralari bolani sud organlarida, tegishli vakolatli organ ishlarida hamda bolani joylashtirish, bolani ta'limi, salomatligi, xavfsizligi va bola uchun eng muhim bo'lgan oilaviy muhitni tanlash masalasida albatta uni eng ustun manfaatlariga rioya qilish kerak degan ko'rsatmani beradi. Bu ustun manfaatlari deganda nimalarni tushunamiz? Nizoli holatlarda bolani ta'limi uchun, salomatligi uchun, bolani eng yaxshi g'amxo'rligini ta'minlash uchun qaysi sharoit muhimroq? Bilamizki, bolani manfaatlari ta'minlanish masalasida vakolatli organlar jarayonga baho berayotganda ko'plab omillarni inobatga olishadi. Ba'zan ota-onani moddiy sharoiti ustun, ta'minot masalasi ustun degan bir savolni qo'yadigan bo'lsa, lekin yana bir masala turadiki, mana shu moddiy ta'minot bor sharoitda bolaga g'amxo'rlik qanaqa?
bolani xavfsizligi qanchalik ta'minlangan yoki bolamizga ko'rsatilayotgan mehr oqibat masalasida qaysi ustunroq tomon kabi masala har doim dolzarb bo'lib turadi va ko'pchilik qonunchiligimizda aynan eng ustun degan tushuncha bo'lmaganligi sababli sud organlarida hatto oliy sudlarga qadar bolani qaysi omili inobatga olingan, nima uchun bu omil inobatga olindiki, bola yo u tomon yo bu tomonga berildi degan nizolar to'xtamasdan davom etardi. Aynan endilikda bolani yashash joyini belgilash bilan bog'liq bolani joylashtirish masalasi ko'rilayotganda yoki bo'lmasam ota-ona tomonidan bolaga zo'ravonlik sodir etilgan holatlarida qaysi masala ustunroq? Ota tomonidan zo'ravonlik sodir etilgan bo'lsa, balkim onani kuchli tomonlari bordir. Balkim ona tomonidan zo'ravonlik sodir etilgan bo'lsa, otani afzal xususiyati, bolasiga mehribonligi, bolasiga g'amxo'rroq ekanligi, bolasiga aynan eng yaxshi sharoitni qilib bera olishi, muhimi bolani ko'ngli inobatga olishi, bolani fikri, bolani munosabatlari, bolani jinsi, bolani yoshi, ya'ni bolani individual fiziologik yoki ijtimoiy ehtiyojlariga mos tarzda yaxshiroq imkon qilib berish kabi masala baholash jarayonida bir yechim sifatida xizmat qiladi. Umuman olganda yana ham soddaroq tushuntirsak, chunki avvallari ham hozir aytib o'tdingiz, vakolatli organlar o'sha bolani xohishiga qaragan, kerakli o'sha vaziyatlarni o'rgangan va shunga qarab qaror chiqarganda, mana shu atama qo'shilgandan so'ng nima o'zgaradi? Nima uchun bu ustunlikka ega? Nima uchun qabul qilindi bu? Mana shunaqa. Bolalarni zo'ravonlikni barcha shakllarini himoya qilish to'g'risidagi 996-sonli qonunimiz qabul qilingan 2024-yilda va mana shu qonunimizda asosiy ehtiyojlar tushunchasi bor. Bolalarimizni fikri, bolalarimizni istagi, xohishi inobatga olinayotganda moddiy ustunlik turadimi yoki bola ko'proq narsani xohlab yorsa bu uni huquqi buzilgan holat bo'ladimi degan ko'plab nizoli savollar paydo bo'lganda, eng ustun manfaatlari deyilgan bir nizoli savol paydo bo'lganda, bu ayniqsa ko'proq yana qaytarib o'taman, fuqarolik sudlarida bolani yashash joyini belgilash, bola bilan ko'rishish masalasini hal qilish. Shunda har ikki nizolashayotgan tomon o'zini dushmanona nizosi orasida bolasiga stress vaziyati yuzaga keltirayotgani, bolaga psixologik, bolaga balkim jismoniy zug'um qilib, uni fikrini o'ziga og'dirib olayotgan holatlar ham bo'lishi mumkin. Aynan baholash jarayonida endilikda Inson ijtimoiy xizmatlar markazi ijtimoiy xodimlari, bolalarni ijtimoiy himoya qilish sho'balari bolaga moddiy sharoit bor. Yaxshi, ota namoyishkorona tarzda yoki ona namoyishkorona tarzda bolaga barcha moddiy yoki ma'naviy sharoitni qilib bermoqda. Ya'ni ota-ona tomonidan intilish bor, lekin bola nimani istayapti? Bolani xohishi nimada? Bu o'sha moddiy ustun bo'lgan imkoniyat yoki bo'lmasam ota-ona tomonidan bolani fikrini o'zgartirishga bo'lgan munosabat bo'lmayaptimi? Endilikda eng ustun manfaati deganimizda bolani ko'proq o'sha kimga mehr bermoqda, kimga g'amxo'rligiga muhtoj, kimni oldida bo'lishni ko'proq istamoqda. Balkim bolani munosabatlarida bosim ta'sirida yoki ruhiy ta'sir ko'rsatish, balkim qaysidir manipulyativ omillar bilan bolani fikrini o'ziga og'dirib olish holatlari bormi? Bolani u yoki bu tomonga berganimizda bola uchun qanday afzalliklari bor? Muhimi emotsional komfort, muhimi o'sha ota-ona tomonidan g'amxo'rlik sifatida o'sha insonlarni o'zaro fazilat xususiyatida bolaga ko'proq ma'naviy jihatdan g'amxo'rlikda, parvarishda, bolani qo'ynini olishda, bolani kelgusi istiqbol rivojlanishi uchun ko'proq yaxshiroq ta'sir qiladigan kabi masalaga oydinlik kiritishga yordam beradi. Boshida aytdim.